Assalomu alaykum barchaga. Andijon Tunikafon kanalidasiz do'stlar. Mana bu ishimizni Xudo xolasa Oltinko'l shahrida boshlab oldik. Inshaalloh. Mana ko'rib turibsizlar, 15 ko'prali fasonimizda qilib beryapmiz. Har bitta kelganiga mana tillalarimizdan qo'yib, Xudo xolasa yakunlab beryapmiz. Obunachilar, bu ishimizni 135 ming so'mdan qilib beryapmiz 1 kvadrat metrini. Mana Xudo xolasa bu ko'cha shapkasi. Ko'rib baho beringlar. Xudo xolasa xizmatlarimiz vodiy bo'ylab. Sizlar vodiydan kelib bo'lsanglarki, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mana liniyasiga ahamiyat berasizlar do'stlar. O'ta chotki inshaalloh Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beryapmiz. Kanalimizga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib, mana shu video uchun bir dona like tugmachalarni gumillatib yuborsanglar, Xudo xolasa. Ana bu yog'iga lentalarimizdan qo'yamiz, bunaqa tilla lentalarimizdan. Xudo xolasa o'pshi bitgandan keyin yana albatta Xudo xolasa joylaymiz. Mana tunikalarimizni ham olib oldik. Bu esa mana robotxonasi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, opasizlar? Mana o'ynayapti. Ana bu esa mana robotxonasi. Xudo xolasa ko'rib baho beraverasizlar. Esa mana ichkari shapkalar o'rnatishini. Xizmatlarimiz vodiy bo'lib, sizlar vodiydan kelib bo'lsanglarki, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. 93 kodi bilan 067 1144. Mana Xudo xolasa mana go'zal bo'lib, Xudo xolasa chiroyli bo'lib bityapti inshaalloh.